Assalomu alaykum avvalambor. Ustozim bu meni eng birinchi onam, eng yaqin insonim, lekin menga ta'lim bergan inson va umuman yomon ko'rishim mumkin bo'lmagan bir shaxs menga har doim ideal bo'lib kelgan. Ustozim Mehroj ustoz, u juda samimiy va juda talabchan, juda mehribon. Ustozim Toshboyeva Laylo ustoz. Uni ustozlar bayrami bilan tabriklayman chin yurakdan. Ustozingiz kim va uni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Ustozim To'layeva Norgul. Ustozimiz juda ham aqlli, ochiq ko'ngil va mehribon. Bizlarga yaxshi ta'lim berib bormoqdalar. Meni ustozim chiroyli, mehribon, qattiqqo'l. Bizning ustozimizning ismi Ravon ustoz. Biroz qattiqqo'l, kuchli, gavdali inson. Mehribon inson ancha. Mening birinchi ustozim onam bo'lgan. Shu onam tufayli shu darajaga erishib, rayon sistemasida ishlab yuribman. Ustozimizning ismi Zulayha. Men ustozimizni juda yaxshi ko'raman. Ustozimiz bizga yaxshi ta'lim tarbiya beradi va ustozimiz juda ham chiroyli. Ustozingiz kim va uni 3 ta so'zda ta'riflang. Bizning ustozimiz Dilfuza ustoz. Mehribon, samimiy, ochiq ko'ngil. Ustozlarimdan biri 1-sinf o'qituvchim Ishxonov Abduqadir domla. U kishini ustozlar bayrami bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin. Mening ustozim ingliz tili fani o'qituvchisi, uning ismi Pardaxon Meliboyeva. Keyin u hozirda bizga ingliz tili fanidan dars beradi. Uning shu menga eng yoqadigan xislati bizlar uchun jon kuydirishi, keyin qancha xato qilsak ham shu har doim ko'zim ketishida. Biz ustozimiz Gulmira, juda ham ajoyib, talantli, zo'r ustoz. Topilmas. Mening ustozim Meradova Dehqonam, qattiqqo'l, o'ziga yarasha metodikasi bor o'qish bo'yicha. Lekin kimyodan meni kirishim uchun, o'sha kimyo faniga qiziqishlarimni olib kirish uchun katta hissa qo'shgan inson, tabarruk inson, topilmas va bir so'z bilan ta'riflaganda tengi yo'q. Ustozim mehribon va ismi Oromova Mavjuda. Bizlarni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum. Meni ustozim Zulfuza G'ulomovna. Yaxshi, mehribon va bizni tushunadi. Unaqa narsa bor ekan. Mening ustozim Sanayeva Dilnosar ustoz. Eng yaxshi ustozlarimizdan biri bu. Birinchi sinfdan 4 sinfgacha ustozim tarbiya qilgan bo'lsa, ko'p o'quvchilari hozirgi vaqtda juda ham yaxshi natijalarga erishgan, yaxshi bilim bergan bu ustozimiz. Ustozimni kelayotgan bayrami bilan tabriklayman. Mening ustozim Mavluda ustoz, bizani 4 yil o'qitgan. Biz ustozimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Agar ustoz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklayman. Turdig'ulova Bashorat ustoz, mehribon, samimiy, oq ko'ngil. Mening ustozimning ismi Nasiba. U bizlarni hammamizni yaxshi ko'radi, yaxshi ta'lim tarbiya beradi. Birinchi ustozim Muhabbat opani men tabriklayman. Doimo bizning baxtimizga, bolalarning baxtiga, oilasining baxtiga sog' salomat bo'lsin. Men juda yaxshi ko'raman ustozimni. Meni ustozim otam dayin ulug'. Bizning ustozimizning ismi Zulayha. U juda ham mehribon. Har doim bizga aqlli bo'linglar deydi, darslar o'rgatadi. Laylo ustozim yaxshi, xarakteri ham o'zimga yoqadi, zo'r ustoz. Birinchi ustozim Mavlanova Oysha Xurmulopa bo'lgan. Hozirda u nafaqa yoshidalar. Shogirdlarni hammamiz oliy ma'lumotli. Mana ustozimning ismi Gulshan. Ustozimiz juda yaxshi, mehribon va aqlli. Ustozimiz ustozim chet tili o'qituvchimda ishlayman. Meliboyeva Pardaxon bo'lgan. U juda samimiy, o'ziga yarasha
prinsipi bor, kuchli inson deb bilaman. Yana bir ustozim bo'lgan Hamdadam. Ustozim desam ham bo'ladi, sizlar to'g'ri qo'l namoz. Bu insonni doim qalbimizda saqlaymiz. Joylaringiz jannatdan bo'lsin.